Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yurtdoshlar. Bugun 13-iyun 2025-yil Avtoshopdan navbatda savdomiz do'stlar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashina bo'ldi. Mexanika 70 kompravik, press 100% radnoy, metan bo'sh balon hamma bor edi. Xullas mashinamiz kommunadan Nurbek do'stimiz xarid qilib olyapti. O'zi Rossiyada mana xayollari kelgan ekan. Kommunikadan Nurbek Shevle, bu laqabini aytib, Nurbek Shevle degan. Nurbek avval bir Spark ko'rdi. Xudo xolasa Sparkni yetib mana Cobalt tavadi. Ikkinchi mashinani ulayapti xudo xolasa. Sizlar rozimisiz? Mashinani qaladingizmi? To'g'rilar normalmi? Podpisatsiya qilgan bo'lsa? Sevmagani ona mashinalaringizni sotavering. Rahmat. Xudo xolasa Indiki yillar bundan ham umrani topshirib o'tdik. Topdi va ma'lum o'tayverasiz avtoshoplarning xizmatini. Qanchaqning bahasi naqd pul bo'ldi, 1 pul bo'ldi. 125 million so'm naqd pulga berilgan. Kiraverasiz avtoshoplarning xizmatini.